Demak, 2022-yil 4-dekabr 24-savolimizga yetib keldik. Savolimiz quyidagicha. Xo'p, bizga mana shu tekislikka ikkita og'ma tushirilgan ekanda, B uchidan mana AB degan, keyin mana BC degan ikkita og'ma tushirildi. BH balandlik deyapti. Endi mana balandlik bo'lgan mana buni men perpendikullar qilib qo'yaman mana. Mana H nuqta. Endi bizga BH bilan H ni bir-biriga teng deyapti. Demak, mana bu bilan bu bir-biriga teng ekan. Bu teng bo'lsa mana nech bo'ladi? Bu 45 gradusdan ekanligi kelib chiqadi. Bu burchagimiz ham 45 gradus bilan. Endi to'g'rilik AB H dan 2 marta katta ekan. Demak, mana qanaqadir x ham, bu ham x bo'lsin mayli. U holda AB H dan 2 marta katta. Demak, mana bu 2x ga teng bo'ladi. Xo'p, burchak AH 90 gradus ekan. Burchak AH, yana mana A bilan sini shunday solishtiradigan bo'lsam, mana bu burchagim 90 gradusga teng bo'lar ekan. Endi to'g'riramiz. Burchak kosinus BA ni toping deyotgan ekan. Topish kerak ekan burchak BAC, ya'ni mana shu burchakning nimasini topish kerak ekan? Kosinusni topish kerak ekan. Endi to'g'riramiz mana. Mana burchakni qanaqadir alfa deb turaylik, mana burchakni qanaqadir beta deb turamiz. Endi to'g'riramiz mana. Xo'p. Demak, kosinusdan mana buni sinus alfani topib turaylik. Sinus alfani topadigan bo'lsak, sinusdan alfamiz nimaga teng bo'ladi? Shu burchak qarsa katetning gipotenuziga nisbatan, ya'ni 1/2 tenglik kelib chiqadi. Demak, mana burchagimiz nechib qolar ekan? 30 gradus bo'lib qolar ekan. U holda alfamiz 30 gradusga tenglik topdik. Demak, kosinusdan nima? Alfamiz nima bo'lar ekan? Ya'ni alfamiz 30 gradus bo'lgan uchun kosinus 30 gradusda ilzosda 3/2 ga teng. Bo'ldi. Buni aniqlab oldik. Demak, mana bir alfa burchagimiz bizga ma'lum. Endi e'tibor beramiz. Xo'p, mana bu endi beta burchagimizni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Demak, yana nima deb berilgan bizga? Mana bu to'g'ri burchak ekanligi berilgan. Mana bu burchagimiz beta, bu x bo'lyapti. Mana buni topadigan bo'lsak, demak, bundan foydalansak, ilzosda 3x ga teng bo'lar ekan. Mana buni topib oldik. Ya'ni A, B, H to'g'ri burchak 3 burchakda AH topib oldik, ilzosda 3 H ga tenglik kelib chiqdi. Endi AH desa 3 burchakdan to'g'ri burchak 3 burchakdan Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, u holda mana bu joyimizni 2 x ga tengligiga kelib chiqadi. Bo'ldi. Endi mana shu burchakning kosinusini topaman endi. U holda kosinusdan betamiz nimaga teng bo'ladi? Kosinus betamiz teng bo'lib qoladi. Shu burchakga yopishgan katetning gipotenuziga nisbatan, ya'ni ilzosda 3 ta x da gipotenuza 2x ga nisbatan. Demak, ilzosda 3/2 ga teng bo'lgan ekan. Bizlar nima so'rayapti? Bizlar so'rayapti kosinus qo'lchida. Hop, alfa plyusdan betani so'rayapti. To'g'rimi? Buni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Kosinus mana bu alfa bilan bir beta bo'lyapti. Shuni topishimiz kerak. Bu degani kosinusdan alfa ko'paygan kosinusdan beta minus sinus alfa ko'paygan sinusdan beta degani. Endi buni hisobladigan bo'lsak, kosinusdan alfamiz nima bo'lyapti? Kosinus 30 gradus bo'lyapti, ilzosda 3/2. Keyin kosinus beta bo'lyapti, ilzosda 3/2. Ilzosda 3/2 minus sinus alfamiz bo'lyapti. Sinus alfamiz 30 gradus nimaga teng bo'ladi? 1/2 ko'paygan. Endi mana shu burchakning sinusini ham topishimiz kerak ekan. Demak, sinusdan betamiz nimaga teng bo'ladi? Sinus betamiz shu burchak qarsa katetning gipotenuziga nisbatan, ya'ni x da 2x ga nisbatan. Demak, buni hisobladigan bo'lsak 1/2 ga teng. Bo'ldi. Endi yana ko'paygan 1/2. Shuni hisoblaymiz. Buni ko'paytiradigan bo'lsak 3/2 ga 4 bo'ladi minus buni hisoblaydigan bo'lsak 1/4. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak 2/4 2 ga qisqartiradigan bo'lsak 1/2 ga teng bo'lar ekan. Demak, mana shu burchakning kosinusi 1/2 ga teng bo'lgan ekan. Shu bilan 24-savolimiz o'z nihoyasiga yetdi.